Hammaga salom. Bugun menga brend Selimax jo'natgan narsalarni obzor qilamiz. Qaysi biri yaxshi, qaysi biri pulini umuman oqlamaydi. Ketdik. Birinchi o'rinda shuni olamiz. Pachi deydimi, machi deydimi, xullas maska deydimi. Bunga 10 dan 9 qo'yaman. Nimaga? Chunki bunisiga 10 dan 8 qo'yaman, bunisiga 10 dan 9 qo'yaman. Nimaga? Buni effektini ko'proq ko'rdim. Buni effektidan ko'ra. Xafa bo'lish yo'q, конечно. Olishga maslahat beraman, faqatgina meni yuzim problemali koja bo'lgani uchun bunisini kattasini effektini men 3 kun 4 kunda уже sezdim. Bu narsa 100%. Ikkinchi narsa bu toner. Tonerga 10 dan 100 qo'yaman. Nimaga? Chunki effektini men srazu sezdim. Oldin toner degan narsaga ishonmasdim. Hozir 10 dan 100. Selimax'ga problemli kojalar uchun. Keyingi narsa shu uchala narsa bir xil narsa deb o'ylayman. Chunki hidi ham bir xil, qo'yish instruksiyasi ham почти bir xil narsa ekan. Buni uxlashdan oldin tonerdan keyin surilish kerak. Dog'larni oladi. Mana endi ugrilar bor edi. Asosan hozir ugrilarni ketkazyapti-da. Ugrilardan qolgan dog'larni men bilan 100% ketkazyapti. Men necha qo'yardim? Bunga 10 dan qo'yardim. Nimaga? Chunki buni effekti unchalik sezilmadi. Mana o'qiyapsizlar. Bunga 10 dan 100 qo'yardim. Effektini srazu sezasizlar. Bunga esa 10 dan 10 qo'yardim. Buni ham srazu sezasizlar. O'zi buni ochganingizda korobkaning ichida instruksiyasi bor. Instruksiyasini telefoningizdan perevod qilib, srazu просто rasmga olib perevod qilsanglar bo'ladi. Qaytganda mana shu uchalasini ham surgandan keyin krem surilishi kerak deyilgan joyi bor. Nimaga? Chunki buni pigmentatsiyasi juda ham kuchli. Atak bu narsani instruksiyasida ertalab va kechqurun deyilgan. Просто ertalab men surishga qo'rqaman, shuning uchun asosan har kuni kechqurun suraman. Bu krem 10 dan 9 beraman. Yomon emas, juda ham yaxshi, faqat bitta narsa yuzimni ozgina achishtirdi boshida, shuning uchun ozgina qo'rqdim, lekin bunga ham 10 dan 9, конечно, 9 ham yomon emas. SPF ga 10 dan 11 beraman. Aytgandek qizlar, bu SPF juda ham og'ir SPF. Bitta shuni surib, ustidan qalinroq pudra bo'ladi, matvi beradigan pudra, yengil pudra emas, qalinroq pudra sursanglar ham bo'ladi. Bemalol bu bilan, bu SPF bilan примерно 10-12 soat bemalol syomkada yura olaman. Selimax, спасибо большое. Rahmat, Kotoka.